O ertalab bo'lib ketibdi. Ertalabdan o'zimga xayrli tong va sizlarga ham xayrli tong barchangizga. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni yangi video roligimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni maslahat beraman. Bu men uchun juda ham muhim, sizlar uchun esa juda ham oson ish. Men esa har doimgidek ertalabdan polizimda ishlashni boshlayman, chunki poliz bu hayot, poliz sistema. Sendan ham qolgan, mendan ham qoladi, qolib ketadi-da. O'shaning uchun qilib olish kerak-da. Kecha qolib ketsa, oho, kompyuterxonada hech kim yo'q-ku. What the? Nima hamma yo'q o't o'lan bo'lib yotibdi, tushunmadim. Kim buni qilib tashladi hamma yo'qni? Boshi yetmay turganda endi bir kam o't tozalashim qoldi. Bu mashina kimniki? Yangi mashina paydo bo'lib qoptimi? Oho, polizlarimni atroflarini ham hatto to'ldirib tashlashibdi. Voy, rasvo qilishibdi. Mayli, hozir avval polizimdagi ishlarni qilib olay, keyin o't o'lanlarni tozalayman. Juda rasvo qilib tashlashgan. Ko'ryapsizlarmi? Odamlarda farosat yo'q-da. Odamlarmi, jetellarmi kim qilganini endi bilgan biladi, bilmaganni o'zi biladi dedi-ku. Bilmadim kim qildi ekan, balki yangi ko'chib kelgan qo'shnim qildimikan, qo'shnimda shunaqa yo'q, bilmadim. Bu yangi ko'chib kelgan bo'lsa, unaqa qiladimi, qilmaydimi bilmayman. Chunki uni xarakterini hali sinab ko'rganim yo'q, gaplashib ko'rganim yo'q. Eng kamida bir 2-3 kun gaplashadigan bo'lsam, o'shanda bilib olsam bo'ladi. Bunaqa ishlar qila oladimi, qila olmaydimi? Bunaqa yomon ishlar qilishga vijdoni yo'l qo'yadimi, yo'qmi, u narsalar bilmayman-da to'g'risi. O'shanga hozir aniqlaymiz. Kim qilgan bo'lsa ham adabini beraman, ko'rasizlar hozir. Xo'sh, normali bo'ldi. Polizim har doimgidek cho'tki chiroyli turibdi. Xo'sh, rasvos chiqib ketgan hamma yo'qni qaranglar. Obbo. Mayli, hozir 1 minut hamma polizimdagi hosillarni uyimga qo'yib olsam, keyin chiqib bemalol mana shu narsalarni tozalasam ham bo'ladi. Ketmonni bu yoqqa emas. Xo'sh, hammasini qo'ydim. Ketmon mana bu seyfga solib qo'yish kerak, ya'ni katta shkafimga. Chunki qandaydir jetel o'g'irlikka kirib keladigan bo'lsa ham uni ichidan olib keta olmaydi. Chunki u ham bo'yi baland bo'lishi kerak u uchun. Ham ocha olish kerak-da qisqasi. Gullar ham ko'p ekan bu yerda. Ha, mendan qayerdan oldingiz? Ishing bo'lmasin. Xullas, o'sha yerda ham tozalab ber, yordam ber, iltimos, qaychini evaziga. Mayli, harakat qilaman. Qaychini evaziga endi ishlab berishim kerak. Mayli, endi nima ham derdim, endi qo'shnim bo'lsa bir yaxshilik qilsam qilibman-da. Lekin to'g'risi bitta narsaga juda hayron qolyapman. Mashina qayerdan oldi? Bir tim pul yo'q, kambag'al. Xo'p. Ana endi mashinalarni BMW olgan, qo'yil, lekin pulni qayerdan olgani juda ham meni qiziqtiryapti. Va meni yana bitta qiziqtirayotgan narsa bu mashinani haydab ko'rish. Chunki BMW haydashni ancha vaqtdan beri orzu qilaman. Orzumga balki yetarman, balki yeta olmasman. Lekin hozir harakat qilib ko'raman. Agar qo'shnim indamasa, sekingina haydab u yoq bu yoqni bir aylanib kelishim ham mumkin. Hozir ishni tugatib olay. Xo'sh, mana hammasini qilib bo'ldim. Endi bu narsalarni inventardan olib qo'yaman. Bu mashinani hozir ochib ko'rinib ko'raman. Tak, menimcha kalit uyda edi, shkafning ichida turgandi. Qo'shnim hozir chiqib ketdi qayergadir. Adashmasam janob Medioniga ketgan bo'lsa kerak. Sekin bildirmasdan kalitni olib turib, ozroq haydab ko'rsam juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Tak, pol qanaqadir g'ichirlagan ovoz eshitilyaptimi? Tushunmadim. Mayli, nimadir buzib ketgan bo'lsa kerak, ya'ni qurt-purt bo'lsa kerak, yerning tagida yoki qanaqadir tarakanmi nimadirlar balki buzib ketgan bo'lishi ham mumkin. Tak, ochamiz. Normali mashina ekan, menga juda ham yoqdi. Salonlari chiroyli. Buni haydab ko'rish kerak albatta. Qani hozir mana bu yerda o't qo'yib ketgan ekan. Avval haydash kerak ozroq, keyin olsa bo'ladi. Yo'q, bismillah. Qani ozroq orqaroqqa haydayinchi. Davay. Yurasanmi? Yo'q, cho'tib yurmayman dedi. Da bo'ldi. Orqaga yurg'izamiz asta. Tak, yur. Bo'ldi. Mana shu yerda turib hozir 6 sekund. Endi o't qani? Ostiga qolib ketdi. Obbo, mayli qaytarib joyiga haydab qo'yish kerak. Xo'sh, orqasi tegib qolmadimikan ish qilib? Mana o'tni olib tashaylik oldidan turib. Mayli, orqasi kirib ketibdi. Buni ko'rsa hozir qo'shnim yig'laydi. Nimaga bunaqa qilding? Jo'xa birovning mashinasi-ku axir deydi. Keyin uni yig'laganini qanday to'xtatsam bo'ladi? Yig'loq bo'lsa o'zi bo'ldi. Mana o'tlarni ham tozalab tashladim. Endi borib kaltini joyiga qo'yaman. Mashina o'chdi. Menimcha hammasi chotki bo'ldi, normal. Lekin meni qiziqtirayotgan narsa o'sha narsa hali ham. Ya'ni qayerdan oldi, qanchaga oldi mashinani? Bagajda ham bitta o't qo'yib ketgan ekan. Tay buni qanday olsam bo'ladi? Stop. Kokain? Nima? Mashinasida narkotik? Qayerdan kelib qoldi? Tushunmadim. Shunda qo'shnim narkotik bilan shug'ullanyaptimi? Yo'q, tushunmadim. Mayli, buni joyiga qo'yib qo'yaman. Qo'lim tegmasin bunaqa yomon narsalarga. Keyin o'zimni aybdor his qilib yuraman. Mayli. Hozir mana bu to'lanlarni mana shu sandiqqa solib qo'ysam ham bo'laveradi, lekin hozir qo'shnimni kalitini joyiga qo'yib qo'yaydi avval. Qaychisini ham qo'yib qo'yaman, chunki hamma yoqni o'to'lanni tozaladim. Quroli bor ekan.
qurolni qayerdan oldi ekan? Cho'tiq qo'shnim yomon g'alati harakatlar qilyapti. Mayli, qurolni joyiga qo'yib qo'yayda. Quroldan noto'g'ri foydalanib qo'ysam, kimdir umriga nuqtali virgul qo'yib ketishim mumkin yoki undoq qo'yib ketishim mumkin. Xo'sh, mana shu o'to'lanlarni mana zapravkani sandiqga solib qo'ysam, menimcha hech kim ko'rmaydi. Ko'rsa ham nima deydi? O'to'lanlar yomon narsa emas, birorta JTL olib borib moliga bersa bo'ladi. Bu yerda bu parkovkani podval qismi narsa qo'yishadi bu yerga haydovchilar. Qo'shnimni polizda hosillar normal hammasi, lekin mana bu mashina hali ham meni o'ylantiryapti. Bilmadim yana qancha payt o'ylantiradi. Ko'p o'ylantirib qo'ysa kerak hali berib. Tak, janob merga aytsammikan, borib mana narkotik borligini yoki kimgadir xabar berish kerak, balki politsiyachiga aytarman. Eshikda qilyaptimi? Ha, qo'shni. Jo'qa, bu yoqqa kel, senga ish bor. Qanaqa ish? Meni uyimni oq daraxtdan, oq blokdan qilib ber, men senga xohlagan pulingni beraman. Mayli qilib beraman. Faqat pol qismiga tegmaysan, uni o'zim qilaman. Aha, tushunarli, mayli. Unda hozir ishni boshlayman.